Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham yakunlab oldik. Bu hammomimiz uyning ichiga joylashgan. Mana ko'rib turganingiz, bu yerda ham remont ishlari ketyapti. Uyning ichiga joylashgan, kichkina, ixcham, shinamgina bo'lib, ko'rib turganlaridek mana devorlarimiz polni PVH panelidan bo'ldi. Mana ko'rib turganlaridek ajoyib holatda. Razmerlari 2.30 ga 1.60 bo'ldi. Pataloylarimiz dekor plastan bo'lgan. Bitta lampa tushdi. Bu tomonimiz dushovoy zona bo'ldi. Mana ko'rib turganlaridek bordyur qilib, alohida qilib to'sib qo'ydik. Joyimiz torligi uchun kichkinaroq bo'lib qoldi. 90 santimetrlik bo'ldi. Traplarimiz 60 ga 6 santimetrlik trapdan bo'ldi. Dushovoy semestinimiz mana ajoyib holatda. Ko'rib turganlaridek, bu yerga polka qo'ydik. Sovun shampun qo'yish uchun. Bu yerda ozgina kichkinagina portichka bor. 40 ga 30 havo almashtirish uchun. Bu yerda esa unitaz joylashdi. Unitaz rakvina. Joyimiz torligi uchun shunday qilib ber dedi. Iloji boricha sig'dirishga harakat qildik. Ayrim negativ fikr bildiradiganlar ko'payib qoldi. Hozir dushni oldiga unitaz qo'yilyapti, suv sachraydi deb. Endi uyda egasi xohlayapti, shuni talab qilyapti, shuni qilib beryapti. Biz ham o'zimizcha qo'yib ketmayapmiz. Uyda egasi qanday xohlagan bo'lsa, shunday qilib beryapti. Ya'ni shunday kichkina joyga hammasini sig'dirib ber degan uchun shunday qo'yilib ketdi. Mana bu egasi rakvina, sovun qo'yadigan stakanchilar, bu yerga oyna tushdi, kichkinagina bo'lib. Xullas, xuddi shunday bo'ldi. Mana ko'rib turganingiz, kichkina ixchamgina bo'ldi. Bu yerda isitish tizimi tokli pol bo'ldi. Masalan, elektrichniy kabel bo'ladi, tokli pol. Shu yerga mana qo'y o'rnatib ketdik. Mana bu yerdan 60 gradusgacha isiydi. Bu yerdan ligirovka qilinadi. Bu yerga vishilka, bu yerga sushilka sochiq ilish uchun. Kafellar 60 ga 60 martabiy kafellardan bo'lgan. Ko'rib turganlaringiz. Hammasini tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa bu yerga ketadigan rasxodimiz 3,5 milliondan yana oshiqroq ketdi. Biz olib kelgan rasxodlar, ana materiallar puliga. Bu yerda endi unitaz, rakvina, dushovoy semestr olib qo'ygan ekan uyda. Qolgan narsalarga shuncha rasxod ketdi. Xudo xolasa yoqsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, biz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelishgan holatda butun respublika bo'ylab xizmatlarimiz mavjud, qilib beraveramiz.